Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Qadrli yurttaşlar, girgenden bir like basıp, abone olma, Allah'a abone olursa, Xuda kalasa bize yine kat yolu işine başladık. Yine Xuda kalasa bir gün yine bitirdik. Yakın yine Kudret Usta'dan Celil Raskot buladığı hem melerselerinin Kadrot'un üçüncü bölümü. Selamünaleyküm yurttaşlar. Yine bize Katolik işi başladık, bitirdik. Bu da halası hemmesi çok iyi işlep tuttu. Kat yolumuz Özbekistan'da işlep çıkargan kat yoldan koyduk. Saf degen. Bir günde 25 kilo rasot et tuttu. Bir sutkede 25 kilo rasot etedi. 200 kvadratlık bir karotçu. Üyem 200 kvadrat. Şundan kurduk. Zakonni efekt bek tuttu. Şimdi bariyakı temperatura bağlı. Kim telli yaksa şuna kadar yakalar. Normal ısklık 45-35 normal olalı. Şimdi yaparağında. Bize 70, 80, 90'a mapart gördük. İçanda vapşı yürüp olmuyordu şimdi yakarağında. Efekti zor ekin hakikaten. Yanıp duruşu emmeçki zakonni çok iyi. Kat yolunun yanışı bu. Yine özünde termoregülatörü var. Kalan gradusa koyasılar. Özü gradus peseygandan keyin şu düzgün graduslarına qarab kapaqni açıp yaqadi. Yani o'zlikni açadi. O'zlikni açgandan keyin havo tartib yonishi boshlaydi. Buna ventilator gerekmiydi da? Ventilator kerakmidi. O'zi boshqaradi o'zini. Bu da o'zlikni ilib açadan yana dini nasi bor. Klapani bor. Turbani ichini yopadi prosto. Geçte yok koyasılar da. Geçte yok koyup pesni yok koyup yapmam görsen hep bir şu azanalı normal temperaturada duradi. İşte bu bunda ventilator yok. Ventilator şart emas buna. Bir de bize samatoklu sistem ettik. Yeterli nasozdan koyduk. Nasoz efektini yaxşı veradi. Ne için derse tezrak kızdıradi. Samatokta 1 saat 2 saat küteden olmasan nasoz koşsan 25-30 minutdan beri temperaturası bir xil bo'ladi. Hamma biladi. Hamma qo'yib o'tdi, yeterli qo'ydik bizlar ham. Ishlab turibdi. Halal samatok, halal nasozli sistema, odnotrudniy sistema farqi yo'q. Liboyni ishlab beramiz. Hal uchun ishlagan ishlarimiz ko'rishingiz mumkin. Uklonli sistema, ukloni 1 metrda o'zi 1 santimetr beriladi. Shunga qarab bunchalik ko'p uklon ishlatamiz. Normal ishlab turibdi. Bu yerimizda radiator, cho'yin qovurg'a sig'mani uchun qo'lda o'zlarimiz registrdan ishlab berdik. Qolgan yerlari ham mera kat poложенный cho'yin qovurg'a qo'ydik. Kraniklar qo'yilgan registr bo'lsam, ertaga almashtirish kerak bo'lsa, polni amerikankili kranik yozdirib olib, panelni radiator qo'ysam, bo'ladi, arqini radiator qo'yib beraveradi. Xalaqanchalik. Nima deyman? Radiator qo'yildi, bam yechib olinadi, qaq poложенный. Чтобы bu aboy bosgandan, boshqa ish aytgandan biza bu yerni atiydi oldik, aboy, saboy, hamma ishini o'zlarimiz shunday bitirib chiqarib yotimiz. Endi shunday ishlaringiz bo'lsa, masalan, boni ishlash kerakmi, aboy bosish kerakmi, unitaz raqamini noldan atiydi. Aboy, saboy, lesitsa biza videolarni chiqarib qo'yibmiz. Xalagan turlaringizda liboyni ishlab beramiz. Bosaverasizlar. Telefon nomerlarimiz ekranda turibdi. Havolashasizlar, kelishib ishlab beraveramiz. Misol uchun bu yerni yana aboy bosacakmiz, aboya tayyorlatib qo'yibmiz. Shuning uchun qovurg'alarni yozdirib qo'yibmiz, ataplaniya ishlab turibdi, suv aylanib turibdi. Shu sababli qovurg'alarni yozdirib oldik. Yana liboy ishlaringiz bo'lsa aytaverasizlar. Ketaveradi bizda, farqi yo'q. Lustra qistiruv kerakmi, aboy bosib kerakmi? Hammasidan bor bizda 100%. Bu mana narsa qimmatroq bo'ladi. Ne uchun desa, uklonli sistemaniki. Uklonli sistemaniki 2 qator turba yurish kerak. Odnotrudniy bo'lsa, bu ham pasdan turba yuriladi. Unda arzon bo'ladi. Ham tez bitadi. Bir turba polni uyni aylanib chiqadi, xalasi 2 danadan 2 aylanib keladi. Adasi kerakmidi. Shu apparatning o'zi bilan aylanadi, qizadi, unda to'lgan nasoz bilan ishlaydi. Bunda ham uklon, ham o'zi aylanadi, ham nasoz bilan aylanadi. Endi pullarni ham aytib ket. Adamlara shu yerlari qiziqda. Pullarni to'chkisini chesam bo'ladi. Odnotorniy bo'ladigan bo'lsa, chesam bo'ladi. Bizi bahasına keladigan bo'lsak 450 ming so'mdan ishladik. Cho'yin qovurg'a qo'yildi. Cho'yin qovurg'a sal qiyinroq bo'ladi, hamma biladi. Shu agar odnotrudniy bo'lsa arzon bo'ladi. Odnotrudniy agar polni teyindan plastik turba bilan o'tiradigan bo'lsak 300 ming so'm bo'ladi. Polni teyinda yurgidi variant bo'lsa, birovlar turba ko'rinmasin, ma'u to'g'ri kelmaydi. Her kim her türlü işletesi gelir. Liboy variant bize de bulaverdi. Bize xalagan turda qaratçı internetten görüp aytasizlarmi? Ma eminlik bo'lsin, birov talanda etib ishlatdi, ma shu yoqadi, shu ishlab bilasizlarmi? Farqi yo'q. Xalagan deb kollektorni sistema va har radiatorga deni boradi turba.
Xalaqan üsulda işlətməyimiz. 100%. Qızışınam garantiya verəmiz. Diplomat katyol, akıllı katyol farkı yok. Şu bilen bugünkü videomuz tamam. Sağ olunlar, salamet olunlar. Keyingi videolarda görüşünce Hem benim işlerine amet. hemmeyi amet dilimiz. Ekranda nömrələrimiz buladı. Telefonu bərabər etsinlər. Sağ olunlar, salamet olunlar.